yaxshi eshitmayapti-da. Shuning uchun qattiqroq gapiryapti. Eshitilyapti. Qattiq so'kakana. Nato. Mollarim yaxshi ko'radi meni, tushundingmi? Oyimni xafa qiladigan bo'lsangiz, uxlab kelmasangiz uyga kirmas ekansiz. Bo'pti. Mening do'stlarim, axir bular mening. Kakasini qo'shmay gapiring, opa. Mayli, mayli. Xafa bo'ldi. Ket. Meni o'tdi. Ayoq kishiga qo'l ko'tarma deganda, bo'lmasa bu. Charchab ketdim. Endi qayerga boramiz? Hosellarnikiga boramiz-da. Axir o'zi biznikidan haydalganimiz uchun senikiga borgandik-ku.